O'rta Osiyoda Xudo xohlasa yagona halodning ojim. Assalomu alaykum barchaga. Va nihoyat qora sedana kapsulamiz tayyor bo'ldi. Voy chiqdi, baraka topkurlar. Buni ichasiz bor-ku, siz oldin ichini ko'ring, hidini ko'ring buni. Mana qarang. Bivaydin orqasiga zaryad tiqib qo'yasiz-ku, 3 kundan keyin o'sha zaryad sizda bo'ladi. Energiya yurasiz. Birinchidan helikobakter yo'qotadi. Ichidagi katta qurtlaringizni yo'qotadi. Ichib yuring, yosh bolalar 6-7 yoshdan bering bolalarga immunitetini ko'taradi. Baraka topkurlar. Qarang, qonni ko'paytiradi. Onkologiyaga qarshi, sahrni diabetga qarshi, suyak bo'g'in kasalliklarga qarshi, o'limdan boshqa har bir dardga davo bordir. Qora sedana iching, baraka toping. Sahrni diabetingizni tushirsa, gijalaringizni tushirsa, qon bosimini tushirsa, va yana nima kerak? Yana qarang, suyak bo'g'in kasalliklar, Helicobacter pylori, ya'ni ichakda ana og'zingizdan yog'oq chiqadi, o'shalarga ham. Undan keyin bunga kurkuma qo'shib ichsangiz teri kasalliklariga foyda. Ya'ni ichkaridan ichsangiz, ekzema, psoriazlarga, tashqi tomondan surtishingiz mumkin. Aytgandek ichib yuring. Ichasiz, sochingizga surtsangiz, sochingiz qorayadi, Xudo xohlasa. Sochingiz o'sadi. Yana nima kerak? O'rta Osiyoda Xudo xohlasa yagona halodning ojim. Narxi 250 ming so'm. Faiz oil qora sedanamiz butun O'zbekiston filiallarimizda bor, lekin dastlabki xizmati yo'q. Qalbakisidan ehtiyot bo'ling, baraka topkurlar. Siz ichini ochib bir hidlab ko'ring, farqini solishtiring boshqalari bilan. Keyin gaplashamiz.